Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Uzoq muddatli kutgan videom, o'zim ham rosa kutdim. Uzoq muddat ko'rishmagandan keyin, naushnikda gapiryapman, ovoz yaxshi yozilishi uchun ovozim sal bo'g'ilgan, chunki ko'p uxladim. Bu videoni qilishdan maqsad PwC'da 2 yil degan video qilish niyatim bor edi. Ya'ni 2 yilligiga bag'ishlanadi. Ya'ni men PwC'ga kirganimdan boshlab 2 yil o'tdi. 18-mart kuni 2 yilga to'ldi. PwC bu mani kuzatib turganlar bilishadi. Xalqaro 4 ta auditorskiy kompaniya bor. O'shalarning bittasi va Toshkentdagi ofisdan ishlayman. Qisqacha bilmaganlar uchun yangilik, diplomatiyada bakalavr o'qiganman 4 yil. Undan keyin shu ish qidirib yurganimdan keyin shu PwC'da intervyulardan o'tib, taklif olganman ishlash uchun va chestga kelganman. Qanaqa bo'lgan? Hech qanaqa menda auditor bo'lish degan tushuncha yo'q edi, chunki bu sohani bilmayman. Qarindosh urug'larimda ham bo'lmagan. Moliya hisobotlarni umuman bilmayman, chunki men diplomatiyada yo'nalishim xalqaro iqtisodiyot va menejment. Umuman moliya fanlarini ham tanlab o'qimaganman bashti. Majburiy bitta fan qo'yib berishgan, o'shani o'qiganman. Qolganini umuman yo'q edi ham, tushunchalarim ham yo'q edi. Taqdir taqozosi bilan shu joyga kelganman. Kursdoshlarim bilan gaplashib, qanaqa joy desam, boraver, yaxshi, xalqaro tajriba olasan, keyinchalik yaxshi bo'lib ketadi degan fikrlar, ya'ni qiziqib yurganlardan keyin xo'p deb kelganman. Yaqin kursdoshlarim, yaqin do'stlarimning taklifiga binoan. Mana 2 yil ishladim. Maksimalniy harakat qilyapman. Sizlarga obyektiv video qilishga. O'shaning uchun juda kutdim. Qaysidir kuni stressda nimadir gapirib qo'ymay, yoqimsiz narsa gapirmay degan maqsadda kompaniya uchun ham obyektiv bo'lish uchun, o'zim ham sizlarga obyektiv informatsiya berish uchun, ya'ni subyektivlikdan qochish maqsadida shu kunlarni kutdim. Kimlargadir manfaatli bo'ladi, oxirigacha ko'rsanglar va qarorlaringizga balki ta'sir qilar kelajakda kimdir mana shu Big Four sohasida, audit sohasida ishlamoqchi bo'lsa, xalqaro auditorlik sohasida bemalol sizlarga yordamchi bo'lishi mumkin. Yana aytaman, shu Telegram kanalim bor. YouTube'da kirsanglar yozib qo'yganman yoki lichkam bor, o'sha lichkamdan yozsanglar qulayroq. To'g'risi YouTube'larni doim ham kommentlarni o'qib yurishga, boshqasiga vaqtim bo'lmayapti. Shunaqa. Nima maqsadi bu videoni? Shu PwC'da 2 yil davomida qilgan xulosalari, qanaqa ustunligi bor, qanaqa kamchiliklari bor ishlash uchun. Bu doimiy hamma joyda bo'ladigan narsa menimcha va mana o'sha oxirgi o'zimni qanchalik shu kompaniyada ishlayotganimdan xursandligim yoki xafaligim haqida qilingan video bo'ladi. Bu xudo xolasa, keling, kayfiyatni tushirmaylik. Birinchi yaxshi tomonlari haqida gaplashamiz. Birinchi yaxshi tomoni bu juda ham kuchli muhit atrofingizga yig'iladi PwC'da. Ya'ni to'g'ri, yangi sizni o'zingizni bu yerga siz bilan bir vaqtda kirganlar peer deyishadi. O'sha peerlaringiz ya'ni kuchli moliya sohasida o'qimagan bo'lishi mumkin yoki nima deydi, auditor bo'lmagan bo'lishi mumkin, audit sohasida o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin yoki ishlamagan bo'lishi mumkin. Lekin odatda qaysi sohada o'qiyaptimi, o'sha sohada logikasi yaxshi ishlaydigan, nimadir ustunligi bor bolalarni yig'ib olishadi. G'alvir juda yaxshi ishlaydi. Yo tilladan ustunligi bo'ladi, yo xarakteri zo'r bo'ladi, yo communication skilli zo'r bo'ladi, yoki nima deydi, qanaqadir ish bersang zo'r qilib keladigan anaqa skillari bo'ladi, ya'ni ustunliklari bo'ladi. Bitta til bo'lmaydi. Hammada odatda o'rtacha, biz eng pastrog'i, qolgan o'rtacha ko'pchilikda hozirgi kunda kelishayotganda ikkitadan tillari juda ham ravon. Rus tili, ingliz tili, o'zbek tili nativ, qo'shilmaydi. Doimiy o'rganish uchun sizga zo'r. Doim hamma kompetent, ya'ni raqobatbardosh, bir-biridan o'rganishga tayyor, savollari juda ham ko'p, ma'noli savollar berishadi. Xullas, uyalishmaydi. Savollar berishdan ham, savol so'rashdan ham, siz uchun ham bu zo'r. Ya'ni o'zingizdan bilmagan boshqa sohalarda ishlab kelgan odamlar bo'ladi, ulardan o'zingiz savollarni so'raysiz. Bu tomonlama zo'r. Yana nima? Qanaqadir imtihonlarga birgalikda tayyorlaniladi. SSC'ga o'xshagan imtihonlarga yokida siz qachondir xalqaro tajribadagi, xalqaro doiradagi imtihonni topshirmoqchi bo'lsangiz ham, ya'ni shu moliya auditorlik sohasiga yaqin kompaniyadan bitta odam chiqadi, o'sha imtihonni topshirgan va siz undan bemalol o'sha sohadagi savollaringizni, qanaqa resurslardan tayyorlanishingizni, nimani osonroq
ya'ni nimani qilsangiz osonroq o'sha imtihondan tezroq o'tishingizni bemalol so'raydigan odamingiz bo'ladi. Bu tomondan judayam zo'r. Men doimiy hurmat qilgan joyim Telegram kanalimda ham atrof muhit haqida qo'ygan postim bor. Bizni rivojlantiradigan narsa bu atrof muhit. Ya'ni siz bitta xonaga kirib olib, o'zingiz bitta sohadan qancha bilim olmang, va o'sha sohani juda zo'r bilib keta olmasligingiz ham mumkin-da. Lekin kuchli odamlarning orasida yursangiz, kechgacha o'qiganingiz bo'lmasa ham, berilayotgan savollar, qilinayotgan muhokamalarni o'zi sizni rivojlantirib qo'yadi. Ya'ni dunyoqarashingizni kuchaytirib qo'yadi. Teng bo'lib hozir AI davrida yashayapmiz. AIda siz qanchalik strategik fikrlashni o'rgansangiz, u shunchalik sizga ustunlik beradi. Ikkinchisi doimiy ravishdagi o'rganish resurslari. Ya'ni bu nima degani? Ikkinchi ustunligimiz sizni o'zingizni sohangizda o'rganishingiz mumkin bo'lgan bilimlaringiz uchun judayam ko'plab resurslari bor kompaniyani. Xalqaro darajadagi praktika, amaliyotlarni hammasini birlashtirilgan resurslari bor. Men aytaman, ko'pchilik essayni 13 ta oldim, topshirsam olishmayapti deyishadi-da. Misol, to'g'ri, essayni 13 ta olganingiz bu zo'r. Balki nimadir yoqmagandir, communicationingiz yoqmagandir, boshqa narsadir yoki sizni qanaqadir talablaringiz to'g'ri kelmagandir. Kompaniyaga hammasini baholashadi-da, keyin sizni olishadi-da. Essay bu bazaviy darajadagi narsa. Judayam bazaviy darajada. Siz essayni topshirib chiqib, to'g'ri tushunchalaringiz bo'ladi nimadirlar haqida, lekin maksimalli borib yana kurs o'tishingiz mumkin-da o'sha essay haqida. Lekin birdaniga uni siz amaliyotga qo'llab ketishingiz uchun sizga vaqt kerak bo'ladi doim. Qaysidir amaliyotdagi muammolar bor, ularni essayda ko'rmaysiz. Essay kitoblarida ko'rmaysiz. Shunchaki oz kirib ketishgan bo'lishadi. Unaqa praktikadagi chuqur kirib bora olmaysiz va mana shu praktikani eng chuqur resurslari men bemalol ayta olaman, PwC'da bor. Boshqa Big Four'larda ham bo'lishi mumkin bu narsa, bo'lsa ham kerak, katta ehtimol bilan. Uchinchi ustunligimiz haqida gaplashaylik. Doimiy xalqaro tajribadagi odamlar. Bu sizlar tasavvur qila olganingizdan ko'ra zo'r narsa. Oxirgi marta Telegramimda ham post qo'ydim. Shu narsa, qarindoshim bor, aytayaptilar, agar meni o'zimning sohamda xalqaro tajribadagi bitta odam yo'l yo'riq ko'rsatib yursa, men unga oyga qo'shimcha $1000 to'lashga roziman, deyapti. Sizda shu narsa tekinga bor bu yerda. Ya'ni siz butun dunyodagi PwC ofislari, ya'ni 150 ta davlat bor. Agar qaysidir sohada siz yangilik yoki tajribangiz bo'lmasa, bemalol bog'lanib, kontakt qilib, tekinga faqat u odam vaqtini topib, kelishib, o'sha praktikasini olsangiz bo'ladi, amaliyotini. Ya'ni sizni muammoyingizni yechishga yordam bera oladi. Bu judayam zo'r narsa. Toshkentda o'tiribsiz, Amerikani tajribasini ola olasiz. Toshkentda o'tiribsiz, Londonning tajribasini ola olasiz. Bu sizlar tasavvur qilganingizdan zo'r narsa. Misol Instagramlarda, boshqa joylarda biznes treninglar qilishadi. Misol 2 soat treningi 20 million, 30 million. Sizda shu narsa tekingada esingizdan chiqib qolmaydigan darajada. Misol siz hech narsa tajribangiz yo'q, muammoingiz yo'q, biznes treningga boryapsiz, sizga nimadir tushuntirib beryapti, unda siz hech narsa olmaslik ehtimolligingiz katta. Lekin bu yerda siz turibsiz, muammoni ustida turibsiz, ana shu muammoni yechish uchun tajribani o'rganyapsiz o'z vaqtida. Bunda siz juda ko'p narsa o'rganasiz. Ya'ni ana shu qolib ketadi, butun umr sizga qolib ketadi. Sizga ko'chib o'tadi o'sha tajriba. Bu menejerlarimiz bor. Menejerlarimiz ichki O'zbekistonda ham ko'p narsa hal bo'lib ketadi. Ya'ni 99% narsa O'zbekistonning o'zidagi odamlar bilan hal bo'ladi. Ya'ni 0.1% chetga chiqmasa, odatda hal bo'ladi. Va mana shu xalqaro tajribaga ega menejerlar bor, partnyorlar bor. Bular ham O'zbekiston bozoridagi aytaylik top 10 ta odam bo'lsa, shu 10 ta odamning bittasi bo'la oladigan darajada kuchli. Bemalol ayta olaman bu narsani. Shunaqa gaplar. Agar sizga bunaqa muhit kerak bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. To'rtinchisi, zamon bilan hamnafas texnologiyalar. Ya'ni biz klientlar bilan ishlaymiz va doimiy solishtirish uchun imkoniyatimiz bo'ladi. Klientlar nima ishlatyapti, biz nima ishlatyapmiz. To'g'ri, misol uchun bizga
eng so'nggi kompyuter berishmaydi ishlatish uchun. No, ishimizni qila oladigan kompyuter berishadi. Ya'ni qotib qolmaydigan, ishimizni qila oladigan kompyuter berishadi. O'rtacha shu ishingiz bilan misol 98% holatda bemalol o'sha kompyuteringiz sizga yetarli bo'ladi. Ishingizni yakunlashga. 2% katta ma'lumotlar bilan ishlaganingizda qotishi mumkin. Bu tabiiy holat, bu boshqa industriyalarda ham bor. Ya'ni Big Fourdan tashqarida ham. Men undan ham xursand bo'ladigan narsa AI texnologiyalarini joriy qilinishi kompaniyada. Men misol 2 yil bo'lgan bo'lsa kelganimga уже boshqa bozorda, marketda hozir endi AI joriy qil, AI siz ishlama degan narsalar hozir yoki 3 oy oldin ufqga kirib, bu 2026-yil yoki mayli juda qo'pol qilaylik, 2025-yil avgustdan boshlandi shu narsada. Bizda o'zi 2025-yil boshidan kirgan. Ya'ni martda o'zi bizning kompyuterlarimizda AIga to'g'rilangandi ko'p narsalarimiz. Microsoft'ni pulli xizmatlarini sotib olganimiz uchun hammasini ichida AIlar bor va buni qila olamiz, ishlata olamiz. O'sha ishimizni qanchalik samaradorlik qilish imkoniyati juda ham yordam beradi. Qolaversa, bu uchun doimiy trening qilib berishadi. Zo'r telefon kelib qoldi. Bu uchun doimiy treninglar qilib berishadi va bu zo'r. Haqiqatda zo'r. Mana shu trening chastini ham aytib o'tish kerak. Kompaniyada, boshqa kompaniyalarda oddiy joylarda borsangiz, yilda bir marta o'zingiz sohangizda trening bo'lsa bo'ladi, yoki yo'qda. Bizda обязательный har yili 2 hafta, 1 hafta faqat trening bo'ladi. Ya'ni o'zingizni sohangizdagi savollaringizni o'rganishingiz mumkin. Misol Qozog'iston ofisidan, O'zbekiston ofisidan menejerlar sizga tajribasi bor odamlar trening qilib berishadi. Savollaringizni yig'ib, so'rab, bemalol tushuntirib, qanday qilinadi, qanday audit qilinadi, hamma narsani o'rgatib berishadi. Bu ham o'ziga yarasha plus ko'p narsa beradi. 5-sini bu yaqinda urfga kirdi, Toshkent ofisida. Agar siz menejerdan tepada ishlasangiz, menejer va menejerdan yuqori lavozimdagilar boshqa ofislarga borib ishlashi mumkin. Ya'ni ishga topshirib, qanaqa qilib. Misol, men ishlayotgan paytimda bitta menejerimiz Riyodga ishga o'tdilar, bitta menejerimiz UK ga, Buyuk Britaniyaga, bitta menejerimiz Avstraliyaga ishga o'tib ketdilar. Bu zo'r. Agar siz chetga chiqib ishlash niyatida bo'lsangiz, misol Avstraliyaga o'xshagan davlatlarga yoki boshqa Amerikaga o'xshagan davlatlarga chiqib ishlashni xohlasangiz, ofis anaqasi bilan ishga topshirib, ish vizangizni chiqazib, bemalol ketib oilangiz bilan ishlashingiz mumkin. Bu zo'r. Tajribangizdan nima o'zgaradi faqat? Odatda bu yerda menejer bo'lib turgan bo'lsangiz, qanchadir muddat u yoqda menejerdan pastdagi levelda ishlab turishingiz kerak, chunki baribir industriya o'zgarsa yoki bozor o'zgarsa, tajribalar o'zgaradi. Shuning uchun siz u yerda tajribaga moslashib olguningizcha 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketib qoladi. Ana shuni hisobiga siz bitta lavozim pastga tushib o'tasiz. Baribir bilinmay ketadi. Oyliklar farq qilgani uchun ham bilinmay ketib, bemalol borib shu narsani qilsangiz bo'ladi. Agar siz chet elda ishlash orzungiz bo'lsa, doimiy. Mana 2 yil davomida ko'rgan eng katta ustunliklarim shular. Qolganlari mayda-chuyda narsalar. Keling, endi negativ tomonlarga o'taylik. Hamma joyda bor, tanganing ikkinchi tomoni bor deydi. Negativ tomoni qanaqa? Negativ tomoni birinchisi bu juda ko'p ish vaqti. Bizda ikkita anaqa bor, sezonga bo'linadi. Odatda hamma kompaniyalarning otchotlari chiqadigan paytlar bor. Audit otchotlari, audit hisobotlari chiqadigan payti bor, chiqmaydigan paytlari bor. Odatda yilda 8 oy qanaqa bo'ladi? Iyun oxirigacha bu yoqdan, eng oxirgisi u yoqdan noyabr, dekabrdan asosan desangiz bo'ladi. Shu ko'p ishlanadi. Ya'ni belgilangan vaqtdan ko'p ishlaysiz. Qolgan 4 oy ba'zida вообще ishingiz bo'lmasligi mumkin, ba'zida nima deydi? Yoki o'sha 9 dan 6 ga belgilangan ish vaqtingizda erkin ishlab ketsangiz bo'ladi.
juda ko'p ishlanishiga qarab yana bitta ustun tomoni bor. Misol ko'p bozordagi yoki davlat ishxonalarida kuzataman, kechqurun 12 da ishdan jo'nataversa ham kursdoshlarim bor. Ertalab 9 ga yetib borish kerak, lekin bizda unaqa qoida yo'q. Xudoga shukr, shunaqa qoida yo'q. Ya'ni oyligingizni qirqib tashlash boshqa degan. Kechqurun uzoq ishladingizmi, ertalab kechroq borishingiz mumkin damingizni olib. Effektiv ishlashni talab qilishadi doimiy. Keyingisi ko'p ishlaganingizdan keyin yana bitta anaqa keladigan narsa, ya'ni ko'p ishlagan vaqtingizga qo'shimcha pul to'lab berish anaqasi yo'q. Praktikasi yo'q. O'zi qonunchilik bo'yicha to'lanishi kerak, lekin bu davlat ishxonalarida ham boshqasida ham baribir yo'q, chunki o'zing rozi bo'lib ishlayapsan degandek gap. Ikki tomonlama agreement yozilmagan faqat. Shuning uchun bu narsa yo'q. Keyingisi sizdan talab qilinadigan narsa doimiy katta bo'ladi. Bu o'ziga yarasha stress beradi, bosim beradi. Ya'ni siz A levelda turibsizmi, keyingi levelingiz A1 levelmi? Shu A leveldan turganingizda A1 leveli narsasini talab qilish odati bor bizda. Sizni o'sha A1 ga A levelingizdaligingizdayoq tayyorlash maqsad. Shunda A1 ga o'tganingizdan aytki, o'zingizdan bitta levelni keyingini talab qilish odati bor. Bu adolatsiz ko'rinishi mumkin, lekin boshqa yaxshi tomondan qarasangiz, bu siz tezroq rivojlanasiz, tezroq ko'proq narsani o'rganasiz degan. Va mana shunga faqat odam o'zini emotsional boshqaruvini qila olishi kerak. Keyingisi biz o'sha baribir boshqa kompaniyalarni tekshiramiz va o'zaro solishtirganimizda ularga nisbatan oyliklar past. Shunaqa o'zingizga yetadi, lekin unaqa qilayotgan mehnatingizga nisbatan juda ham pastdek ko'rinadi. O'shanga solishtirsangiz xafa bo'lib qolaverasiz. Mana shu narsa minuslar. Yana minusga ham, plusga ham kiradigan narsa bor. Bu kimlargadir plusga ishlaydi, kimlargadir minus. Bizda tez-tez boshqa kompaniyalar audit qilingani uchun boshqa odamlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bu ya'ni doimiy bitta ritmda ishlaydigan, bitta odam bilan ishlaydigan odamlar, xarakteri bor odamlar uchun qiynaladi. Bu ularga minusda, lekin bir joyda ko'p qolib keta olmaydigan odamlar uchun plus. Ya'ni 3 oy, 4 oyda boshqa kompaniyaga o'tishingiz mumkin, odatda o'rtacha. Lekin uzoqroq, misol 1 yillab ham bitta klientda ishlashingiz mumkin kompaniyada. Kompaniyani joyiga borib ishlab audit qilishingiz mumkin. Yana bitta qolib ketgan plusi, essay o'qisangiz yilda 2 marta sentyabr-dekabr sessionida to'lab berishadi. Topshirishingiz mumkin. Faqat birinchi to'lovini to'lab berishadi, qolganlariga o'zingiz qilasiz. Ta'til berishadi o'sha essay o'qishingiz uchun. Qarab, topshirayotgan narsalaringizga qarab 3 kundan, misol 1 haftagacha, 10 kungacha berishadi. Birinchi 4 tasini yilni xohlagan paytda topshirishingiz mumkin. Menda yana o'zimda shu 2 yil ichida nima oldim, mana shu xulosalardan tashqari desa, o'sha essay ham yo'q edi menda, diplomatiyada umuman qiziqmaganim uchun topshirmaganman. Eshitganman, lekin qiziqib, men uchun bo'lmasa kerak deb o'ylaganman. Keyin shu 2 yil davomida 8 ta hozircha paperim bor. Va buni orqasidan nima topshirgan paperlarim menga muhim emas. Bilimlari, misol bazaviy bo'lsa ham bilimlarni olganman. Ikkinchidan, men eng katta orttirgan narsam shu qunt qilib, shu imtihonlardan imtihonlargacha qanchalik ham ishim ko'p bo'lmasa-da, vaqt ajratib o'qishni uddalay olganman. Shu narsadan xursandman. Shunaqa ko'nikma paydo bo'lgan. O'zi diplomatiyada ham bor edi bu narsa, lekin o'sha narsani yanada rivojlantirganman. Shu sizlarga bermoqchi bo'lgan narsam, yana bitta aka yozdilar menga, misol buni ham aytib qo'yay. O'zlari logistikada ishlaganlar, shu finans sohasida o'qiganlar, lekin endi auditga kirmoqchilar-da, o'zi nima deydi, 2023-yil bitirganman, shunaqa kelmoqchiman. Kelishingiz mumkin, hech qanaqa o'lim yo'q, lekin bitta narsani bilinglar, bizda har yili odam almashadi. Hozir eng pastdagi kadrlarimiz, ya'ni yangi kelganlarimiz, bilimi borlar 2005-2006-yil bolalar ishlayapti. Mana shu bolalar ertaga sizni tepangizga chiqib ish buyurishi mumkin, chunki ular sizdan oldin kelgan, ko'proq narsani biladi va shu narsalardan siz undan uyalmasdan borib so'rashingiz mumkin.
agar shunaqa xarakteringiz bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Keyin boshqa joyda misol 9 dan 6 gacha ishlab kelib yoki kattaroq oylikka ishlab kelib, bu yoqqa kamroq oylikka 0 dan boshlash hammani ham qo'ldan kelmaydi. Ko'proq ishlash uchun bu qiynaydi odamlarni to'g'risi. Agar shu narsalarga rozi bo'lsangiz, bemalol keling, topshiring, intervyudan o'ting, CVlaringizni topshiring. CVni faqat yaxshilab qilinglar. Chunki kimlardir CV qiladi, yarmini o'zbek tilida, yarmini ingliz tilida qilishadi. Konsistent bo'lish kerak. Qaratib olinglar o'zingizdan boshqa odamlarga o'tkazib, bir qaratib, chiroyli qilib, topshirib, bemalol ishlashingiz mumkin. Hammanglarga kattakon rahmat. Bermoqchi bo'lgan narsalarim shular edi. Ko'rishamiz, xudo xolasa.